Hello YouTube. Assalomu alaykum. Bugungi videoda bir yilda bir bo'ladigan zombi apokalips bo'ladi. Biz bunga tayyorgarlik ko'ramiz va qishloqlarimiz atrofini o'rashimiz kerak. Xo'p, biz birinchi o'rinda qishloqda atrofini o'rab olamiz. Bu qaysi blokda? Har doimgidek eng ishonchli blok temir blokda qilib olamiz ishlarni. Xo'p, biz hamma uylarni olamiz va set Iron blok barchasini belgilab oldik. Temir bloklarni qo'shamiz. Albatta bularni men 4 qatordan qo'yib chiqdim. 4 qator yetsa kerak. Biz 4 ta tomondan o'rab chiqishimiz kerak. Zombilar janubiy sharq tomondan bostirib kelishi aytilgan. Va buni yangiliklarda aytishgan. Xo'p, biz hamma yoqda temir blok bilan qilamiz. Amalib qoldim. O'qib chiqamiz. Bizga o'zimizga night vision kerak ekan. Birpasdan keyin berib olamiz. Xo'p. Qilgan teshigimizni yopamiz. Hop. Biz 4-chi tomonni ham qo'ydik. Endi biz bemalol boshqa joylarni qilsak bo'ladi. Biz mana bu yerdan bir joy qilamiz. Mana shu yerdan joy qilamiz. U joydan zombilar keladi bizga. O'shda spam bo'ladi. Janubiy sharq tomonida spam bo'lish aytilgan. O'sha tomonda alohida joylar qilamiz. Biz juda ham katta joy qilmaymiz, chunki ular joyiga qarab ko'proq spam bo'ladi. Spam bo'lishi bilan biz ularni o'ldirishimiz kerak. Agar o'ldirmasak, qishloqlarni va qishlog'imizni vayron qilib tashlashi mumkin. Birinchi o'rinda tekis joy qilib olamiz. Chunki ular bizga yaqinlasha olmasligi kerak va shu yerda spam bo'ladi ular. Bu hodisa 1 yilda bir bo'ladi. Bu hodisa rar desak ham bo'ladi. Bu joylarni atrofini o'rab olamiz birinchi o'rinda. Hop. Belgilaymiz va keyingi tomonni belgilaymiz. Bu 4 ta tomonni belgilab olganimizdan so'ng ularda traplar qo'yishimiz kerak ularga. Har xil. Masalan, rejalashtirib turayotganim hozir o'qlar, kamonlar orqali ularni o'ldirish. Zaharlilik effekti bilan ularni o'ldirish. Masalan, hozirdan teshik ochib chiqamiz. Uchalak baland bo'lishimiz 2 blokdan qilsak bo'ladi. Ularni orasida ochib chiqamiz, chunki orasiga har xil bloklar qo'yamiz. Redstone'lar qo'yish uchun bularni atrofida teshib chiqamiz. Shunday. Hop. Bu yerga endi dispenserlar qo'yib chiqamiz. Hop. Dispenser o'tadi. Hop. Redstone orqali tekshirib olamiz. Shu mekan dispenser redstone. Bizga o'q kerak, bizga zaharlilik effekti kerak 1. Chunki 11 sekundlik u. Ko'proq zaharlaydi. Hop, avval test qilib sinab ko'ramiz. Hop, redstone blok bitta qo'yib ko'ramiz. Bo'ldi, otdi. O'sha qilib otadi. Moblar spam bo'lsa, ular otadi. Ular avtomatik emas, biz ularni boshqarib turamiz. Hop. Bularni keyinroqqa qoldirib turamiz. Biz mana bu yerda sal qal'aga o'xshatib turamiz. Bu yerda biz o'zimiz ularni otib turamiz. Avtomatlar orqali otamiz. Hop, joy ochib olamiz. Kichikroq, unchalik katta emas. Butun unga yeta oladigan. Bu yoqda endi tezlashtirib oldim. Bu yerlarda qal'aga o'xshash uchun shunday qilishni boshlaymiz, qani. Video davomida aytib o'taman. Birga bo'lishimizga oldinroq qoldi. Iltimos obuna bo'lamiz. Bu video chiqqanda biz birga bo'lishimiz mumkin. Albatta obunachilar ko'proq kelishini xohlayman. Bu menga motivatsiya bo'ladi. Bunaqa videolardan esa ko'proq qilaman. Hop. Endi bu yerda yaxshilab sozlab olishimiz kerak. Mana bu yerlarga sal. Hop. Bu yerlarga qo'yamiz. Biz tushib ketmasligimiz uchun bizga xavfsizlik kerak. Biz 3 blok qilamiz. Chunki tushib ketadigan emas, pol bloklardan qo'yib chiqamiz. Bo'lmasa, agar bir blokdan otish qiyin bo'ladi. Past ko'ra olmaymiz. Shuning uchun avvalambor shunday qilib chiqamiz. Hop. Atroflarni, ichlarini to'ldirib chiqamiz. Hop, bitta qo'yib qo'yaveramiz. Hop, tepasini yopib chiqamiz, albatta. Moblar har doim hujum qilmaydi. Bu
juda ham ajoyib hodisalardan biri. Lekin buni biz yo'q qilishimiz kerak. Buni yo'q qilish uchun men avtomatlar qo'shganman. Avtomatlar har xil sotib olganman. Albatta onlayn do'kondan. Onlayn do'kon esa oson. Albatta bu video 13-qishloqda olinmoqda. 13-qishloq CD esa video ostida joylashtiraman. Hop, biz kechasi bo'lib qopti. Biz buni kunduz qilib qo'yamiz. Chunki kechasi moblar spam bo'lib ketadi. Boyagi moblar kelib qolishi mumkin. Hop, bu yerda endi har birini dispenserlarga zaharlilik o'qlarini qo'yib chiqamiz. Birinchi o'rinda orqasiga joy ochib chiqamiz, chunki ularda har biriga redstone chiqish kerak. Hop, qani boshlaymiz. Uzr. Bu ovoz zombilarning ovozi. Faqat tezlashtirilganda shunday bo'lib qoldi. Bu yerlarda joy ochib chiqamiz. Hop. Bularda barchasiga redstone qo'yib chiqish kerak. Chunki bunisi ishlamay qolishi mumkin. Redstone qo'yamiz. Albatta bu ishlamay qoldi. Negaki otilmadi. Chunki bu yerlarda biz tegmayapti redstone. Ularga ulangan yo'q. Chun bu qatorda o'chirib, nari qatordan qo'yib chiqamiz. Nega har yarimta bitta blokda? Chunki ularga ulanishi uchun. Hop, ulab chiqamiz. Endi rezultat esa shunday. Hop, avval bu yerda olib chiqishimiz kerak. Yopib olamiz, bo'ldi. Endi har biriga redstonelar ulab chiqamiz. Chunki redstone har biriga yetib borishi kerak. Endi bu yerdan golem emas, ya'ni sinov qoratadiganlarni qo'yib chiqamiz har bir yerga. Chunki biz bular olib o'tishi uchun biz mutant sinov golemlardan foydalanamiz. Bular o'lib qolyapti. Bularni o'lib qolishini qanday to'g'rilashimiz mumkin? Bular o'ldirib olamiz. Ovozi juda ham tezlashtirganda yomon ketdi. Shunda teparoqdan qo'yamiz endi. Teparoqdan qo'yish oson deb o'yladim mana. O'rtaga bitta video qo'yib olamiz. O'rtaga bitta blok qo'yamiz. Shuni itarib qilamiz. Bu yerga taxminan 10 tacha solamiz. Endi bu yerlarni yopib chiqamiz. Keyin esa endi nima qilib qoldim, nimadir? Tushunib qoldim, bular mutantlar muz otar ekan, shuning uchun bularga olov qilish shart emas. Muzni biror tekshirib ko'ramiz skeletlar oddiylari bilan. Hop, endi biz bu rejani qaytadan bu yerga qilamiz, chunki ikkita joy qilib qo'yishimiz kerak. Hop, skeleton qo'ydik, endi so'ng golemni olamiz, qo'yamiz. Qo'yaveramiz, qachonki to'lguncha bir 10 tacha qo'yamiz har biriga. Yopamiz, yetadi. So'ng golemlar ham uncha harakat qilmaydi, ko'proq biz harakat qilamiz. Mutant creepers bilan bo'lib qoldi. Negaki biz vaqtni o'zgartirmadik, dayax qo'yamiz. Hop. Endi bu yer juda ham katta maydon bo'lib ketgan. Bizga mutantlar juda ham ko'p kelishi mumkin, shuning uchun sal kichaytirishga qaror qildim. Sal kichaytiramiz, chunki mutantlar juda ham ko'p kelishi mumkin. Belgilaymiz. Sal juda ham katta qismini olganim yo'q, yarmidan oldim, chunki mutantlar juda ham ko'p kelsa biz ularga qarshi kurasha olmay qolamiz. Qo'yib olamiz. Endi bu yerga biz lava qilamiz. Lava qilmoqchiman hozir. Chunki ularni tagida daraxt qilamiz. Daraxt yoqsa, boshqa yoqda yong'in bo'lar, ham yong'inga bo'lar, ham yong'inga bo'lar, ham lavaga bo'ladi. Bu yerdan bitta redstone'ga xalq beryapti. Biz u yerdan joy qo'yamiz, yoqqa qo'yib. Bu yer menimcha devor bo'lsa kerak. Qo'yib qo'yaylik. Hop, endi bu yerdan qarab ochamiz. Hop, bu yerdan yorug'lik chiqquncha bo'ldi. Mana shu yerga ilib qo'ydik. So'ng'ilim. Yo'q, o'tib qopti-ku. Endi bu yerdan olib tashlashimiz kerak. Chunki barcha narsa bizga minusga tushib ketishi mumkin. Endi bu yerda biz ko'proq traplar qilamiz. Hop, biz bu yerda avval shoshilib qolmasligimiz uchun bu yerda chiqish joyi qilamiz. Bu chiqish joyini biz komanda blok orqali qilishga qaror qildim.
Hop, men avval parkur qilmoqchi edim. Parkur shunaqa chiqadigan zina qilmoqchi edim, lekin agar shoshilgan paytim masalan tushib ketsam yoki tepaga chiqa olmasam, bunaqa vaziyatlarda ular osongina qishloqni yo'q qilishlari mumkin edi. Shuning uchun mana hozir sekin-sekin chiqyapman. Bunday qilishga qaror qildim. Lekin agar bunday qilsam, men juda sekin chiqaman. Shuning uchun boshqacha usulda qilishga qaror qildim. Fikrimdan qaytdim. Komanda blok orqali qilishga qaror qildim. Komanda blok esa o'zimga gif qilib oldim. Chunki bu yerdan topib bo'lmaydi. Komanda gif refusion command block Minecraft command block. Bu blokni olish uchun faqat cheat orqali olsa bo'ladi. Hop. Olib olamiz komanda blokni. Hop. Bizga endi uning koordinatasi kerak. Koordinatani olamiz. Avvalgi mutant o'lim qayerdan keldi? Buni yana o'ldiramiz. Bo'ldi. Endi bu yerga bir koordinata joyini olamiz. Hop, bu yerga tosh qo'yib qo'yamiz. Hop, keyin bu yer koordinatasini chatga yozib qo'yamiz. 143 86 17. Shu komanda shu joyga kelamiz. Hop. Bo'ldi. Endi komanda blokka yozamiz. TP kuchukcha P 143 86 17. Hop. Biz buni sinab ko'ramiz. Bizga redstone ularida redstone bo'limidan tugma kerak bo'ladi. Ya'ni tugma bosadigan. Buni qo'yamiz va bosamiz. Va bizda o'xshadi. Endi biz juda ham tez chiqamiz tepaga. Endi men bu yerdan endi o'zimga bronyalar kiyish uchun joy qilmoqdaman. Bu joy bronya kiyish uchun masalan skeletlar bizni bir otsa o'lib qolishimiz mumkin. Shuning uchun bizga eng yaxshi bronyalarni sinab ko'ramiz va o'xshadi. Sheetlarni ham qo'ydik va bu yerda dekorativni qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Hop, endi biz bu otadigan joylarda yaxshilab tepaga olib chiqib olamiz. Buni command blok orqali qilib bo'lmaydi. Shuning uchun biz buni bloklar orqali yo'lda qilamiz. Chunki biz hozir bu yerda komanda blok orqali qilish imkonsiz. Shu biz bu yerga redstone yetkazuvchilarini olib boramiz va bu yerga dastur qo'yamiz. Bitta sinab ko'ramiz, lekin o'xshamadi. Nega? Hop. Bo'ldi, buni teskari qo'ygan ekanmiz. Almashtiramiz. Bo'ldi, endi o'xshadi. Hop. Bloklarni ko'ramiz. Endi bu yerdan lava qilishimiz kerak. Taxminan necha blok ko'ramiz. Hop. Avval birinchi joyni belgilaymiz. Hop, bu yerga qo'yishimiz kerak. Chunki bu yerga kirib ketmaslik kerak. Hop, bir pastroqdan qilamiz. Hop, belgilab olamiz. Hop, bu yerga belgilaymiz va bu yerga bosamiz. Set 0. Keyin bu yerda lava qilamiz. Hop, bu lava tayyor. Obsidianlar suv orqali kelib qoldi, lekin bu endi bu yerlarda tosh qilib chiqamiz. Chunki yuqorilar, har xil bloklar juda xunuk turibdi bu yerda. Endi buni qo'ydik, bu yoqqa qo'ydik. Endi bu yerdan bu yerga o'tkazamiz va bo'ldi. Hop. Kechasi bo'ldi. Menimcha zombilar shu yerda. Hop. Biz o'zimizga effektni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi, lekin shart emas. Hop. Menimcha ular shu yerda. Tun bo'lgan. Demak ular shu yerda. Biz barcha narsalarimizni olamiz. Hop. Ular aniq shu yerda. Hop. Olmalarni olamiz. Elektr olamiz va mayli shart emas. Hop. Avval birinchi o'rinda qurollarni olamiz. Bizga hammasi o'qlari bilan kerak bo'ladi. Granata, barcha narsalar bizga kerak bo'ladi. Endi bularni yaxshilab joylashtirib chiqish kerak. Tezroq, chunki bizda vaqt yo'q. Ular zombilar har daqiqada bizni o'ldirib ketishlari mumkin. Qishlog'imizga har doim hujum bo'ladi.
Hop, buni tezroq tepaga chiqib olishimiz kerak. Hop, command block ana biz tepada. Zombilar juda ham ko'p. Lekin negadir kam ko'rinmoqda. Menimcha mutant sinov golemlar ularni o'ldirganga o'xshaydi. Ularni o'ldirishgan. Bizni skeletlar otib tashlayapti. Zombilarga birinchi o'rinda hujum qilamiz. Zombilar sizlar tirik qolmaysizlar, baribir. Biz tezroq uni otishimiz kerak. Hop, anchasi zaharlandi. Ularni otishimiz kerak. Hop, otamiz. Ba'zilari bir-birlari bilan urushmoqda. Uchirib tashlamoqda zombilar. Hop, ularni barchasini lavaga haydaymiz. Lavaga tushib ketish kerak hammasi. Bizni tushib ketdik. Yo'q. Endi nima qilaman? Ularni otish kerak hammasini yaqinlashmaslik, o'zimizga yaqinlashtirmaymiz. Lavaga tushirib olishimiz kerak hammasini. Hammasi chalkash bo'lib yotibdi. Juda ham ko'p zombilar bizga qarshi. Bu juda ham qiyin bo'lishi aniq. Bekor tushib ketdim. Hop, barchasini otib tashlashimiz kerak. Barchasini bir joyga yig'amiz va lavaga tarib yuborishimiz kerak. Ular negadir lavaga tushmayapti. Demak, ularni otish kerak. Hop, ularni barchasini otib tashlaymiz. Yo'q, jon juda ham kam. Desak ham bo'ladi. Bularni barchasini otamiz. Zombilar umuman o'lmaydi. Ular o'lsa ham qaytib tiriladilar. Faqat nechida 4 yoki 5 martalab ular tirilishi mumkin. Yo'q, bularni chetga chiqarmaymiz, chunki qishloqning ichiga kirgisi yo'q. Lavaga tushib ketdim. Yaxshi ham menda oltin olmalar bor. Ular orqali men lavaga qarshi effektlar olishim mumkin. Bizni tarib yuborishmoqda. Jonim uncha ketmaydi, chunki bizda oltin olma. Yeb olganman. Hop, buni o'ldirishimiz kerak. Bizga xalaq beradi bo'lmasa. Zombilar oz qoldi. Menda ham qurollar kam, o'qlari kam. Men granatalar otib ko'raman, lekin o'xshamayapti. Bloklarni sindirmayapti. Mana bu qurol bilan sindirsa bo'ladi. Bloklarni bor, yondirib olmasin lava. Bloklarni olamiz. Oldik. Endi bloklar orqali tepaga chiqib olishimiz kerak. Hop. Bizda tosh bor ekan, yaxshi. Qaytamiz. Tepaga chiqib, yo'q. Biz tepaga bloklar bor ekan, demak, hal teparoqqa chiqib olishimiz kerak. Tepaga chiqamiz. Bloklar yetmayapti negadir. Bo'ldi, yetdi. Ularni barchasini o'ldirishimiz kerak. Mutant zombilar ham shu yerda. Yaxshi ham ularning joniga. Nimaga tegmayapti? Boshqa qurolda otishimiz kerak menimcha. Ular mutant sinov golemlarga qarab harakatlanishmoqda. Bo'ldi. G'alaba qozondi. Mutantlar yana 1 yildan so'ng qaytishadi va biz barcha mutantlarni o'ldirdik. Biz g'olib bo'ldik. Keyingi video chiqishi uchun